Modulli multimetr u nimalarni ko'rsata oladi va qayerlarda foydalaniladi? Modulli multimetrimiz bu mini счетчик hisobida ko'rsagan bo'ladi. Bunda kilovatni ko'rsata oladi, watt, amper, volt va gersdanikini. Ushbu qurilmamiz real vaqt davomida kuchlanish, tok kuchi, quvvat koeffitsiyenti va chastotani ko'rsatib boradi. Undan tashqari, bu mini hisoblagich vazifasini ham bajara oladi. Vaqt davomida iste'molingiz qancha bo'layotganini ko'rsatib borishi mumkin. Kuchlanish, ya'ni voltni 45 voltdan 300 voltgacha ko'rsata oladi. Tok kuchi, ya'ni amperni 0,1 amperdan boshlab 100 ampergacha ko'rsatadi. Quvvatimizni esa 45000 wattgacha ko'rsata oladi. Chastotani 45 Hzdan 65 Hzgacha ko'rsatadi. Shu bilan birga qurilma iste'molni 10000 kilovatgacha hisoblab borish imkoniyatiga ega. Multimetrning xatoylik koeffitsiyenti 1% ni tashkil etadi. O'zini iste'mol quvvati esa bor yo'g'i 1 wattni tashkil etadi. Modul shitlarimizda multimetr 3 modulgina joyimizdan oladi, ya'ni 54 mm. Qurilmamizdan o'tkazishimiz mumkin bo'lgan kabel qalinligi 25 mm kvadratgacha tashkil etadi. Multimetrimiz asosan taqsimot shitlarida fazalararo yuklamani teng taqsimlash uchun ishlatiladi. Qisqa qilib aytganda, Nura elektrik multimetri sizni elektr ko'rsatkichlaringizni nazorat qilishga yaxshi yordamchi bo'la oladi.